Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Navbatdagi tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'lgan. Obzorni ko'ramiz. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Demak, qafasimiz mana razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 3 metr, balandligi 180 cm, eniga 120 cm, ikki eshikka ajratilgan temir qafasimiz. Yonida tuxumlash xonalari, sandiqlari mavjud. Qafasimizni shipirlari mokra asfalt rangda bo'lgan. Cho'jalar uchun отдельный xonalari mavjud. Mana taglari paddon. Odam kirsa bemalol ko'taradi. Oxir don idishlari mana bu xonasi esa mana opish tovuqlar uchun. Oxir don idishlari, eshiklari mana chiroyli holatda bo'lgan. Qo'noqlari 2 metr joyi отдельно ajratilgan opish tovuqlar uchun. 1 metr xonasi cho'jalar uchun ajratilgan. Yonida mana tuxum xonalari bor, sandiqlari. Mana bu yerdan tuxumni olib foydalanish mumkin. Ikkala tomonga ham o'rnatganmiz. Qafasimiz yangi tayyor bo'ldi hozir. Bu qafasimizni 3 million so'mga tayyorladik. Namangaychiga yetkazib berish xizmatlarimiz bepul. Qolgan viloyatlarga kilometrga qarab qo'shilib qoladi, yetkazib beramiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekran ostida. Shoh 91 kanaliga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.